Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz xiylat jeleza 6%likni va universal oziqa 23-25likni birga qo'shib gullarimizga ishlатamiz. Qanday qo'shishni ham ko'rib chiqamiz. Mana bu shpris 2 grammlik, mana 1 grammgacha chiziqqacha qilib to'ldirib, mana 1 gramm qilib olamiz. Va mana 1 litrlik suvga qo'yamiz. Suvga solamiz mana. Mana 1 litr suv. Suvga toza filtrlangan suvga qo'shamiz. Mana qo'shamiz hozir. Mana qo'shdik. Va bunga hozir agrachimni 3-25lik universal oziqasini ham 1 gramm pichoq uchida o'lchab qo'shamiz. Endi tarozi yog'ida pichoq uchida qo'shaman. Har doim shunaqa qilib ishlataman. Pichoq uchida sal ko'p sal kam bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Shunga qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirdik. Va endi gullarimizga qo'yib chiqamiz shuni. Bu gullarni ozroq namlantira olishimiz kerak. Men suv qo'yib qo'ygandim oldindan. Ozroq namlatib chiqmasak, tomirlari kuyib qolishi mumkin. Ozgina sug'orib chiqqandim oldindan. Shularga hammasiga qo'yib chiqamiz hozir. Meni yaxshilab qo'ysa, endi ko'proq qo'yganim yo'q. Men shunday qo'yaman har doim. Gullarim chunki hammasi ko'plari kichkina gul, yosh gul. Katta gullarim bu xonada, unga yana 1 litr taxlab olaman. Shu bilan videomni tugallayman. Videom yoqqan bo'lsa like bosinglar, savollar bo'lsa kommentariyada qoldiringlar.